Bugun sizlar bilan Power Gym'dagi eng hadovoy hamda eksklyuziv modelimiz bo'lgan Y7 lije trenajyorini ishlash funksiyalarini hamda obzorlarini ko'rib chiqamiz. Bu lije trenajyorimiz 150 kg bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tara oladi. Mahavikasi 22 kg bo'ladi. 32 ta urovingda o'zligiga mos qilib, og'ir yoki yengil qilib ham qulay qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu lije trenajyorimizning qulayligi eng asosiy fishkasi buni biomexanikasi, ya'ni odam ishlatganda tizzalarga, to'piq qismidagi bo'g'imlarga, undan tashqari chanoq, ya'ni qo'l sohasidagi bo'g'imlarga ham maksimal darajada kam nagruzka tushishini hisobiga ham ko'pchiligiga ma'qul bo'ladi. Bu trenajyor foydalari endi ishlatadigan tarafiga keladigan bo'lsak, oyoqdagi bo'g'imlardagi muskullarni faol harakatda bo'lishini hisobiga qon aylanuvini yaxshi qiladi. Bundan tashqari bo'g'imlardagi artroz, ya'ni bo'g'imlarning yemirilish kasalligini oldini oladi. Doimiy harakatda bo'lib turgandan keyin bo'g'imda tuz yig'ilmaydi. Tuz yig'ilmagan joyda suvi yemirilmaydi. Buni hisobiga odam o'zini erkin, emil harakat qilishini hisobiga sog'lom hayot tarzida bo'ladi. Endi ishlash funksiyalariga keladigan bo'lsak, bu lijamiz maxsus displey yordamida boshqariladi. Knopkalar yordamida ekranda puls, kaloriya, skort, kilometraj, kerakli hamma daniylarni ko'rib, o'zligiga moslab nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Bundan tashqari, buni o'zida maxsus 10 dan ortiq avtomatik rejimlar bor. Masofani, qiyinlik darajasini, bundan tashqari vaqtini o'zi belgilab beradi. Keyingisi ruchnoy, ya'ni o'zligiga xohlab, individual, maxsus formada o'zingizlar maxsus qila oladigan упражнениyalarni bemalol bajarsangiz bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa yoki shunga o'xshash bo'lgan sifatli lije trenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.